Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Do'stlar, ertalabdan bu xabarni eshitib ko'nglim juda ham xira tortdi. Yosh umidli sportchimiz Toshtemirov Abdukarimni pichoqlab o'ldirib ketishibdi. Bu videoni nimaga qo'yapman? Shu 10-15 yil ichida aynan sportchilarni, yaxshi dasturli bolalarni pichoqlab yoki talpa qilishib, shunga o'xshagan narsalar bilan o'ldirish juda ham ko'payib ketdi. Mutasaddilardan ham so'rab qolamiz bunaqa hodisalarga jiddiyroq e'tibor berishlarini. Keyin ota-onalardan ham so'rab qolamiz. Bolalarimizni yaxshi tarbiya beraylik, bolalarimiz tarbiyasiga e'tiborli bo'laylik. Mana bitta-ikkita kurbanlar deb yaxshi yigitimiz mana olamdan ko'z yumdi. Sportchilardan ham iltimos qilib qolaman. Ko'cha joylariga ming oshna-oynalarimiz chaqiramiz, yoshlarimiz, liboy kim chaqirsa nazar bormaylik. Bilamiz, biz ulardan kuchlimiz.